Tomorqasi bor odam boy bo'ladi. Prezidentimiz aytgan bu so'zlar o'z isbotini topmoqda. Tomorqa koni foyda. Kimki halol mehnat qilib, yerga to'g'ri munosabatda bo'lsa, daromadi ko'payib evaziga farovon hayot kechirmoqda. O'zi uchun munosib turmush tarzini yaratib olmoqda. Muyassar Mamajonovani mahalladoshlari limonchi opa deydilar. Limon yetishtirishning hadisini olgan opaga hamma havas qiladi. U Toshloq tumanidagi Soybo'y mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan mo'jazgina tomorqasida issiqxona tashkil etib, limon yetishtirib kelmoqda. Limonariyamiz 3 yil bo'ldi tashkil bo'lganiga, vaqtda dorisini beradi, vaqtda suvni beradi, vaqtda chopish kerak bo'lsa chopadi. Qolganlarini endi birgalashib qilamiz o'zimiz. Ko'proq mehr berish kerak. Mehnati juda ortiqcha emas. Nimaga kirib olgangacha, mevaga kirib olgangacha jicha qiynalar ekansiz. Keyin o'zi bo'laverar ekan. Vaqtda qarasangiz, vaqtda suvni bersangiz, vaqtda e'tibor qaratsangiz, o'zi bo'laverar ekan. Odamni tani joni sog' bo'lsa, harakat qilsa hamma yo'q bo'laveradi. Ayniqsa qishloq sharoitida 15 sut agaratib bor odam, 2 ta bo'zak tashlab qo'ysa, 4 ta qo'y qo'yib qo'ysa, mana shunaqa limonlar qilib qo'yadigan bo'lsa, hamma yo'q bo'laveradi, bitadi hamma ish. Biz bitta bu limonariya qarab turmaymiz. Uylarimizda hayvonlarimiz bor, mol qilamiz. Katta novvoslar boqamiz. Mehnatdan qochmaslik kerak. Mehnatdan qochmasa hamma yo'q bo'laveradi. Xudoga shukr, bolalarimizni o'qitdik, to'ylar qildik. Ikkala bolam ham oliy ma'lumotli, mashinalar bor, uy-joylar qilyapmiz mana. Bolalarga hamma yo'q bo'lyapti. Oilaning asosiy daromadi limonchilikdan. Yiliga 50-70 million so'm daromad olinadi. Xonadonda bu yil ham hosil mo'l bo'ldi. Hozir oilada ish qizigan. Bu ezgu ishlarni ko'rib, qo'ni-qo'shnilar Muyassar opadan limonchilik sirlarini o'rganib, ular ham issiqxonalar tashkil etmoqdalar. Bunda ularga mahalla faollari yaqindan ko'mak bermoqdalar. Soybo'yda asosan 4500 ta aholimiz bor. Shundan 2200 ta ayollarimiz. Hozirgi kunda Sayxunobod tajribasi shu mahallalarda ishsiz ayollar bilan o'tkazib borilyapti. Bunda biz asosan fuqarolarimizga kreditlar beryapmiz. Ayollar daftarimga 87 ta ayolni olgan bo'lsam, hozirgi kunda barchasi ish bilan ta'minlandi. Qurt boqish mavsumimiz bo'ladi. Qurt boqish mavsumimizda mavsumiy ayollarimizni ish bilan ta'minlaymiz. 1 gektar, 2 gektarga atirgullar ekilib, hozirgi kunda kamida 100 ta 50 ta odamni ish bilan ta'minlanyapti ayollarimiz. Kreditlar olib berilgandan keyin chorvachilik, limonchilik, gulchilik bilan ta'minlanib, har bitta ayollarimizni kreditlar berish asosida ish bilan ta'minlab borilyapti. Fuqarolarimiz ham juda ham xursand, harakat qilib tashqariga chiqib ishlamasa ham, lekin uyda ana shu tadbirkorligini rivojlantirib boryapti. Har bitta ayolni iloji boricha ish bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Har qarich yerning qadri nechog'li ahamiyatga ega ekanligini mahalladagilar yaxshi bilishadi. Xonadonlarda shu kunlarda o'zgacha manzara, o'zgacha go'zallik hukmron. Mana hozir shu limonidan o'rtacha 80 million daromad olamiz deyapti. Qishloqda o'zini o'g'iti bor. Qishloqda suv sotib olmaydi. Qishloqda endi baribir arqdan olib kelayotgan suv bor. Boshqa joydan odam olib kelib ishlatmaydi. Uyda o'zi oilasi bilan qiladi. Mana prezidentimiz shu narsani aytayaptiki, biz ayollarimizga shunaqa bir yo'nalishlarda bir yordam qilaylikki, oilasidan, uydan ajralmagan holda daromad topadigan bir faoliyat bilan shug'ullansin deydi. Viloyatimiz bo'yicha 19 ta tuman shaharda bo'lsa, asosan biz Quvada, Quvasoyda, Farg'ona tumanida, Qo'shtepada, Qoraqalpog'iston Tashloqda biz qizlarimizni limonchilikka ham o'qitgan. Bizga aynan o'sha Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan bu yo'nalishga shu boshlang'ich ko'nikma berishni ham belgilab berishgan. Albatta, har qanday harakat va intilish niyatga, amalga oshiriladigan ishlarga bog'liq. Ishlashni xohlagan imkoniyat qidiradi. Bu borada Toshloq tumanida olib borilayotgan ishlar ibratlidir. Kimga halol mehnat qilsa, xonadoni obod bo'lmoqda, oila iqtisodiyoti mustahkamlanyapti.